Bedana tuxumi asabni tinchlantirishini bilarmidingiz? Lavhani oxirigacha ko'ring. Bedana tuxumining top 8 foydasi. Qani ketdik. Birinchi, immunitetni kuchaytiradi. Bedana tuxumi tarkibida A, B kompleks, C vitaminlari va minerallardan temir, rux, selen ko'p bo'lib, organizmning o'z-o'zini himoyalash tizimini mustahkamlaydi. Ikkinchidan, allergiyaga kam sabab bo'ladi. Tovuq tuxumiga nisbatan bedana tuxumi allergik reaksiya keltirib chiqarmaydi. Shu bois uni allergiyaga moyil bolalar va kattalarga ham birdek berish mumkin. Uchinchi, ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi. Tarkibidagi A vitamini tufayli ko'z salomatligi uchun foydali. Ayniqsa kompyuter va gadjetlarda ko'p ishlaydiganlar uchun tavsiya etiladi. To'rtinchi, gemoglobinni ko'taradi. Tarkibidagi temir moddasi tufayli kamqonlikka qarshi kurashishda foydali. Beshinchi, metabolizmni yaxshilaydi. Bedana tuxumida oqsil, yog' va uglevodlar muvozanatli tarzda mavjud bo'lgani sababli modda almashinuvini faollashtiradi. Oltinchi, jinsiy salomatlik uchun nihoyatda foydali. Bedana tuxumi erkaklar va ayollar jinsiy salomatligini qo'llab-quvvatlaydi. Jinsiy quvvat va ehtiyojni oshiradi. Yettinchi, teri va soch salomatligiga foydali. Tanada kollagen ishlab chiqarishni rag'batlantirib, terining silliqligini saqlaydi. Sochlarni mustahkamlaydi. Va nihoyat 8-chi, ya'ni men sizga yuqorida aytgan asab tizimini tinchlantiradi. Tarkibidagi mo'lgina B6 va B12 vitaminlari asab tizimini sog'lom saqlashga yordam beradi. Stress va charchoqni kamaytiradi. Sahifamizga obuna bo'lib, salomatlikka doir kontentlar bilan tanishib boring. Shu o'rinda repostlar, layklar, yoqimli izohlar bilan qo'llab-quvvatlovchi yaxshilarga alohida rahmat aytamiz. Boringizga shukr. Iste'mol qilganlarimiz tanamizga malham, ibodatlarimizga quvvat bo'lsin. Ilingan maslahatlarimiz sizga shifo bo'lib, bizni yaratganning o'zi sababchi qilsin.